Birini yoqtirsangiz, onunla bar fazilatlar bilan nihoyat samimiy holda uni yoqtiradiganingizni o'ziga aytib qo'ying. Birining yoqtirishiga, samimiy maqtishiga erishgandagi baxt tuyg'usidan huzur olsin. Birovning oldida degili bo'lmaydigan gapni uning keyindanmi demang. G'ayvat hech kimga yaxshilik olib kelgan emas. G'ayvat qilmag'in, g'ayvat qilmag'in, o'tinib qo'y, o'tinay sendin, odam ketadi, olam qoladi.